Uy va mashina bozori birinchi bo'lib muzlab qoldi. Bozorda xaridorlar yo'q. Ko'chmas mulk va avtomobil bozorida sotuvlar keskin pasayganini sezdingizmi? Odamlar mashinani olib, 6 oy haydab, qimmatroqqa sotishga o'rganishgandi. Ikkilamchi bozordagi shapka va sun'iy narxlar birdaniga quladi. Natijada kecha 15 ming dollarga olingan mashina bugun 13 ming dollarga ham o'tmayapti. Uy va mashina narxlari yana tushadimi yoki bu vaqtinchalik holatmi? Narxi 70 ming dollar bo'lgan 2 xonali uyni olish uchun u hech narsa yemay ichmay 8-10 yil ichida pul yig'ish kerak. Bu mantiqsizlik ma'lum bir nuqtaga kelgan paytida portlashi tabiiy holat edi. Uyni ertaga qimmatroqqa sotaman deb olgan investorlar hozir kutish pozitsiyasida. Turg'unlik davrida riskli kreditlar va katta majburiyatlarni bo'yningizga olmang. O'zi umuman kreditga, qarzga yaqinlashmang. Bu sizni qarz botqog'iga olib boradi. Bozorda xaridorlar yo'q. Narxlar ancha pasaygan. Sotuvchilar esa xavotirda. Oxirgi bir necha oy ichida ko'chmas mulk va avtomobil bozorida sotuvlar keskin pasayganini sezdingizmi? Ijtimoiy tarmoqlarda global inqiroz bizga ham yetib keldi degan gaplar tarqala boshladi. Lekin bu rostdan ham inqirozning boshlanishimi yoki shunchaki vaqtinchalik pufaytning yorilishi? Bugun biz his-tuyg'ularni bir chekkaga surib qo'yib, sovuq va aql bilan aniq raqamlar bilan bu vaziyatni tahlil qilib chiqamiz. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Agar siz O'zbekistondan turib, Xitoy, Rossiya, Koreya, Turkiya va shunga o'xshash 50 dan ortiq davlatga pul yubormoqchi bo'lsangiz, Unired ilovasidan foydalanishingiz mumkin. Ilova 10 yildan ortiq vaqt davomida faoliyat yuritib keladi va O'zbekistondagi eng yetakchilardan biri hisoblanadi. Ushbu videoda dunyodagi global iqtisodiy jarayonlar O'zbekistonga qanday ta'sir qilyapti? Nega aynan uy va mashina bozori birinchi bo'lib muzlab qoldi? Bu vaziyatda oddiy aholi va investorlar nima qilishi kerak? Aynan shu savollarga javob topamiz. Kanalga obuna bo'ling va choyingizni tayyorlab oling. Demak, biz boshladik. Global kontekst. Dunyoda nimalar bo'lyapti? Avvalo bitta narsani tushunib olishimiz kerak. O'zbekiston iqtisodiyoti yopiq orol emas. Dunyo bo'ylab ro'y berayotgan geopolitik tumanlik, logistika zanjirlarining uzilishi va markaziy banklarning foiz stavkalarining yuqori ushlab turilishi global kapital harakatini sekinlashtirdi. Nobel mukofoti sovrindori Robert Shiller o'zining ushbu ikkita asarida ajoyib bir tajribani isbotlagan. Iqtisodiy inqirozlarning 40% dan ortig'i insonlarning ruhiy kutilmalariga bog'liq. Ya'ni odamlar inqiroz bo'ladi degan xabarlarni eshitishi bilan yirik xaridlarni, uy, mashina shularni ortga surishni boshlaydi. Tizimda pul aylanishi sekinlanadi va sohalarda sun'iy turg'unlik paydo bo'ladi. Hozir aynan shu psixologik kutish effekti ro'y bermoqda. O'zbekiston ko'chmas mulk bozori. Endi o'zimizning bozorga qaytaylik. Oxirgi 3-4 yil ichida uy-joy narxlari qanday shiddat bilan o'zgarganini, o'sganini barchamiz ko'rdik. Nega sotuvlar to'xtab qoldi? Sabablar bir nechta. Birinchisi, daromad va narx o'rtasidagi uzilish. Narxlar sun'iy ravishda real aholi xarid qobiliyatidan o'zib ketdi. Ikkinchi, ipoteka va kredit shartlari qat'iylashishi. Pul qimmatlashdi, banklar orqali moliyalashtirish oldingi kabi oson bo'lmay qoldi. Uchinchisi, investorlarning to'xtashi. Oldin uyni ertaga qimmatroqqa sotaman deb olgan investorlar hozir kutish pozitsiyasida. Keling, hayotiy misolni ko'rib chiqamiz. Tasavvur qiling, Toshkentda yoki viloyat markazida o'rtacha oila oyiga 600 dollardan 800 dollargacha daromad qiladi. Narxi 70 ming dollar bo'lgan 2 xonali uyni olish uchun u hech narsa yemay ichmay 8-10 yil ichida pul yig'ish kerak. Yoki ipoteka olsa, oylik to'lovi uni butun daromadidan oshib ketib qoladi. Bu mantiqsizlik ma'lum bir nuqtaga kelgan paytida portlashi tabiiy holat edi. Avtomobil bozori, pufaytning yorilishi. Mashina bozorida ham xuddi shunday manzara. Bir necha yillar davomida avtomobil nafaqat transport vositasi, balki pul ko'paytirish quroliga ham aylanib qolgandi. Odamlar mashinani olib, 6 oy haydab, qimmatroqqa sotishga o'rganishgandi. Oldin rostdan shunaqa bo'lganda. Mashina qo'ygan odam qimmat sota olgan. Hozir unaqa emas. Ha, masalan, haydab turib, nabrut qimmatroqga sota olgan. Tushundingizmi? Haydagan mashinani ham. Hozir nabrut, oldingiz 1 oy ichida pishasiz. Oldin unaqa bo'lmagan, chunki GM monopoliyasi bo'lganda oldin. Faqat siz Chevrolet olishingiz kerak bo'lgan, chet eldan olib keladigan mashinangizga normalniy rastamoshka bo'lgan. O'shaning uchun odamlar hozir u yoq qo'yib odam aniq qiladi-ku. U yoq qo'ysangiz narx oshadi yo'q, oldin mashina shunaqa bo'lgan. O'shaning uchun oldin odamlar uyga qiziqmagan. Lekin hozir nima bo'lyapti? Taklif keskin ko'paydi. Xitoydan import bo'layotgan elektromobillar va mahalliy ishlab chiqarish hajmining oshishi bozorni to'yintirdi.
Navbatlar yo'qoldi. Birlamchi bozorda mashina ochiq sotuvga chiqqach, ikkilamchi bozordagi shapka va sun'iy narxlar birdaniga quladi. Natijada kecha 15 ming dollarga olingan mashina bugun 13 ming dollarga ham o'tmayapti. Bu shunchaki inqiroz emas, bu bozordagi sun'iy pufakning yorilishi va narxlarning o'z real qiymatiga qaytishidir. Xo'sh, bunday holatda nima qilish kerak? Bunaqa vaziyatda biz oddiy fuqaro, xaridor yoki investor sifatida nima qilishimiz kerak? Birinchi, shoshilmaslik va vahimaga tushmaslik. Agar uyingiz yoki mashinangiz bo'lsa va uni shoshilinch sotishingiz shart bo'lmasa, narxini keskin tushirib sotishga oshiqmang. Ikkinchisi, naqd pul kuchi. Barcha iqtisodiy turg'unlik davrida naqd pulning qiymati oshadi. Qo'lingizda naqd pulingiz bo'lsa, yaqin oylarda bozor yaxshigina chegirmalarni taklif qilishni boshlaydi. Arzon va sifatli mulk olish imkoniyati tug'iladi. Uchinchisi, qarz va kreditlardan tiyilish. Turg'unlik davrida riskli kreditlar va katta majburiyatlarni bo'yningizga olmang. O'zi umuman kreditga, qarzga yaqinlashmang. Bu sizni qarz botqog'iga olib boradi. Ko'ryapsizku, hozir kredit olib kimdir o'zini osib qo'yapti. O'shaning uchun bu balolardan uzoq yuring. Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, O'zbekistondagi bu turg'unlik halokatli inqiroz emas, balki so'nggi yillardagi qizib ketgan bozorning sovish holatidir. Bozor o'z muvozanatini topib oladi. Siz qanday fikrdasiz? Sizningcha uy va mashina narxlari yana tushadimi yoki bu vaqtinchalik holatmi? O'z fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Agar siz O'zbekistondan turib Xitoy, Rossiya, Koreya, Turkiya va shunga o'xshash 50 dan ortiq davlatga pul yubormoqchi bo'lsangiz, Unired ilovasidan foydalanishingiz mumkin. Ilova 10 yildan ortiq vaqt davomida faoliyat yuritib keladi va O'zbekistondagi eng yetakchilardan biri hisoblanadi.